Ahvol juda iringlab ketgan-a. Bu yo'qni ochmang, yo'qni ochmang. Bu tomonda ham o'tganmi? Voy. Bo'l, sekin yoping. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Hozirda biz Surxondaryo viloyati Denov tumanidamiz. Akamiz ahvollarini ko'rib turibsiz. Uyni boquvchisi, 3 ta bolasi, ayoli bilan. Hozir 3 oy oldin o'sha appendis bo'lib qolganda noto'g'ri jarroh amaliyot o'tish oqibatidan akamiz shu darajaga kelgan. Hozir buni saqlab qolish bitta yo'li Rossiyaga buni videosini tashlashgan. Aka buni yashab qolishiga biz kafolat beramiz. Faqat $30,000 pul ketadi deyapti. Aziz vatandoshlar, kelinglar. Quyidagi qo'yilgan kartalarga qo'lingizdan kelgancha hissanglar qo'shinglar. Yo'q, meni pulim yo'q deyapsizmi? Siz ehson qilsangiz bo'ladi. Qanday? Birinchi o'rinda like bosasiz, kommentariyaga savol peshalarni cho'laysiz, videoni storyingizga tortasiz. 24 soatlik ehsonimizda haqiqiy haqdorni ham haqdoriga. Chunki bu oila boquvchisi. Agar akamizga bir narsa bo'ladigan bo'lsa, yosh bolalarni opamiz o'zi yolg'iz qolib ketadi. Keling azizlar, oila boquvchisini yashab qolishida siz bilan bizni Alloh taolo sababchi qilgan bo'lsin. Bo'ldi, yig'lamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Yashaysiz, Xudo xolasa, mana Alloh sabab qilib biz keldik, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, aziz vatandoshlar, bugun 2-oktyabr haftaning payshanba kuni, ertaga 3-oktyabr haftaning juma kunigacha 24 soatlik ehsonimiz yoldi. Alloh taolo kimni qodir qilgan bo'lsa, shu oilaga ehson qilishga sababchi qilgan bo'lsa, harakatni qilib qoling. Mabodo kartalarimizga pul tushira olmay qolgan bo'lsangiz, kartalar limitga tushgan bo'ladi. Chunki limit degan narsa bor. Kechasi 12:00 dan keyin limitimiz ochiladi. Qani, men sizlarni oxirat lashkarlarim deyman. Qani lashkarlarim ketdik.